Alaykum assalom. IFAni tushuntirib beraman. IFA. Xo'p, IFA o'zi nima ekan? Tak, mana kattaroq chizib beraman unda. Mana lunkani chizdik. Endi mana shu joyda mana shu lunkani tub qismiga antitelalar adsorpsiya bo'lgan bo'ladi. Tushundinglar? Antitelalar adsorpsiya bo'lgan bo'ladi. Umuman olganda antigen antitela kompleksida masalan bitta mana antitela bo'ladigan bo'lsa, antigen ham xuddi shunaqa yopishadi va bitta kompleks hosil qiladi mana bu jarayonni. Antigen antitela kompleksi hosil qiladi. Endi qaranglar, mana antitelalar adsorpsiya bo'lingan ichida. Endi deylik oddiy hamma biladi nimani olsak. Masalan, hop, Liamblia G formasini oldik. Bunda nima qilardik? Bunda dastlab RRSdan, ya'ni o'sha suyultirib oladigan suyultiruvchi rastvorimizdan 100 ta mana shu suv olamiz. Bunga plus 10 mikrolitr suyultirilgan, ya'ni RPS 100 ta, to есть 90 ta plus 10 ta sivrutga. Mana shundan mana shu aralashmadan 10 ta olib soldik mana bu yerga. Endi ayrimlarda mana bunaqa suyultirish jarayoni bo'lmaydi. Ayrimlarda to'g'ri sivrutkaning o'zini soladi. Men hali darslar davomida sizlar bilan yo'riqnomalarni, ya'ni instruksiyalarni ko'rishni o'rganamiz. O'shanda ko'rasizlar. Aytmoqchi bo'lganim, xo'p, ayrimlarda bo'ladi, ayrimlarda suyultiriladi, ayrimlarda suyultirilmaydi. Endi buni solganimizda nima bo'ladi bu yerda? Bu yerda mana bu plazma tarkibidagi o'sha yoki bo'lmasa biologik jiddiy tarkibidagi antigenlar mana bu yerga tushadi. Antigenlar bu yerga tushganda, hammasi antigen antitela kompleksi hosil qilaveradi. U Liamblianiki bo'lsin, Askaridaniki bo'lsin, Taxocardianiki bo'lsin, Echinococciniki bo'lsin, farqi yo'q. Hammasi yopishib oldi. Bu yopish jarayoni 37 gradusda 30 minutdan o'sha 20 minutdan 30 minut oralig'ida turadi. Endi turdi. Biz oldikdagina mana bu yerda yopishmaganlari bor, mana buni antigenlar yopishmaganlar turibdi. Antigenlar yopishib ulgurmaganlar. Bu narsani ichidan polnis to'kib tashlaymiz. To'kib tashlaganimizdan keyin uni washer buffer bilan shikoriy rastvor bilan yuvamiz. Yuvganimizdan keyin bu yerda nima qoladi? Bu yerda hammasi mana bunaqa qilib antigen antitela kompleksi qoldi. Mana. Anaqadan keyin, yuvganimizdan keyingi jarayonni aytyapman sizlarga. Ana, antigen antitela kompleks qoldi. Endi, xo'p, biz buni qildik. Biz nimaga aynan masalan Liamblianikini olishimiz kerak edi? Lekin bu yerda boshqalar ham bor-ku desak, endi biz o'tga nima qilamiz? O'tga ustiga aynan o'zini hech qachon adashtirmanglar. 100 mikrolitr o'zini, o'sha Liamblianing o'zini konyugat solinadi. Konyugat. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi mana shu jarayondagi aynan o'sha Liambliani o'zini antigen antitela kompleksini qoldirish, qolganlarini yo'qotish. Buni vazifasi. O'shaning uchun bir xillar aytadiki, Askaridani konyugatini Liambliaga ishlasak bo'ladimi yoki Gelmint konyugatini Liambliaga yoki boshqasiga ishlasak, yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Chunki u mana bu narsani uzishi kerak bu. O'shaning uchun hech qachon konyugatda adashmanglar. Masalan, mana bu RRSda ham yoki mana bu razvedeniya qiladigan RPRS bor-ku, RPRS.
unda ham masalan askarda ham bilan suyultirishda bitta ishlatsanglar bo'ladi, gelmintda ham. Lekin konyugatini hech qachon adashtirishinglar kerak emas. Konyugatini. Nimaga? Chunki bu imенно o'zinikini tanlab beradi, konyugat. Tushundinglar-a? Mana endi bizda undan keyingi bosqich nima qoldi? Undan keyingi bosqichda to'xtanglar, qizilda yozyapti-yu. Mana undan keyingi bosqichimizda bizda faqatgina aynan o'sha anaqani lamblani o'zini antigen antitela kompleksi qoldi. Mana biz boshida tasavvur qilinglar, mana 1 2 3 4 5 deydi. Mana bu yoqqa kelib turib nechta qoldi? Bu yoqqa kelib turib bizada 3 ta dona qoldi. Bu nima? Bu aynan o'sha lamblani o'zini antigen antitela kompleksi qoldi. Mana shu jarayonda, mana shu tepada mana bu jarayonda mana bog'lanadi dedi-ku. Mana shu jarayonda antigen antitela kompleksi kuchsizgina kovalent bog' bilan bog'langan. Mana shu jarayonni, mana shu joyini aytyapman sizlarga. Mana shu joyini. Kuchsizgina kovalent bog' bilan bog'langan. Endi ularni uzishimiz kerak. Nimaga? Chunki bular eritmaga chiqmasa, biz uni immunoferment analiz usulida tekshira olmaymiz. Nima qilamiz? O'z-o'zidan 3-bosqichda 100 mikrolitr yoki bo'lmasa ayrimlarda 50 mikrolitr, ayrim yana boshqalarda 150 mikrolitr deb yozadi. Tetrametil benzat TMB solinadi. Bu nima qiladi? Bu antigen antitela kompleksidagi antitela kovalent bog'larni uzib beradi. Kuchsiz kovalent bog'larni uzib beradi. Uzib bergandan keyin nima bo'ladi? Mana bu rastvorimizda faqatgina bizadagi hozir qayerda? Faqatgina rastvorda bizada nima qoldi? Bizada mana bu lamblani anaqalari qoldi, antigenlari qoldi. Mana bu jarayon, uzilish jarayoni ma'lum bir muddat degani 15 dan 30 daqiqagacha bo'ladi. Hamma yo'riqnomada har xil. Buni yo'riqnomaga qarab turib farqlaysizlar. Endi agar bundan oshib ketadigan bo'lsa, mana bu kovalent bog'lar uzilgani hisobiga miqdorimiz oshib ketadi. Ya'ni ko'proq bo'yalib ketadi, o'shaning hisobiga anaqamiz oshib ketadi. Ya'ni titri miqdor konsentratsiyasi oshib ketadi. O'shaning uchun qancha vaqt berilgan bo'lsa, o'shani o'zini qilish kerak. Masalan, deylik 15 minut qo'yilish kerak bo'lsa, 15 minutda 3 ta antigen antitelani uzgan bo'lsa, TMB, tetrametil benzat. Endi u 20 minutda qoladigan bo'lsa, значит, 4-si ham hosil bo'ladi. 4-si ham hosil bo'lganda, mana masalan, deylik konsentratsiyasi 2 bo'lsa, buni qo'shsa 2/1. Norma masalan bizda 2 bo'lsa, bu 2/1 o'sha положительный bo'lib ketadi. O'shaning uchun TMBda обязательно qarashinglar kerak vaqtiga. Tushundinglar-a? Endi mana shu jarayonda biz nima bilan to'xtatamiz? Men antigen antitela kompleksini g'izillatib, mana anaqa TMB parchalab yotibdi. Uni ustiga bo'ldi, bizga kerak emas. To'xtatgin deyish uchun 50 mikrolitrdan 150 mikrolitrgacha stop reaktiv solamiz. Bu nima qilib beradi? Bu mana bu kovalent bog'lar uzilishini to'xtatadi va mana bu antigen antitelalarni rangini o'zgartiradi. Sariq rangga o'zgartiradi. Bu narsa mana shu jarayonda qaranglar. Mana shu joygacha men tepada tushuntirib keldim-ku. Mana shu tushuntirib kelgandan tepadagi hamma jarayon ixlada ham bir xil ketadi. Faqat bu narsani sizlar avtomatik qilasizlar qo'lda. Anaqa avtomat o'zi qiladi. Sizlar buni ruchnoy qilasizlar. Endi oxirgi bosqichda immunofermentli analizlarda nima qiladi? IFAni prinsipi bu spektrofotometriya usulida o'lchanadi. Spektrofotometriya usulida o'lchash degani nima degani? Mana masalan, mana bu yerda sizlarda antigenlar yoki turibdi, antigen antitelalar turibdi, to'g'rimi? Spektrofotometr deganda mana bu yoqdan bizga nima kelyapti? Spektralniy fotometr, ya'ni rang kelyapti, to'g'rimi?
Aha. Rang kelyapti. Masalan, qancha rang kelyapti mana bu yerda? Masalan, 10 birlikdagi rang kelyapti. Mana bu yerga keldidagi qanchasidir tutilib qoldi. Mana bu yoqqa nechi chiqdi? Masalan, 8 chiqdi. 8 chiqdi. Значит, mana bu yerda 10 dan 8 bu yoqda bo'ldi. Nechi qolyapti? 2. Значит, mana shu narsa avtomatda o'zi hisoblab beradi. Mana shuni konsentratsiyasiga qarab turib, miqdoriga qarab turib, nurni miqdoriga qarab turib, sizlarga berilayotgan antigen anaqani analizda miqdorini, konsentratsiyasini hisoblab beradi. Mana shu narsa immunoferment spektrofotometr deyiladi. Endi immunohemoliminsit usuli nima? Immunohemoliminsit usuli, ya'ni EHLA usuli. Bu yoqdan yorug'lik jo'natildi. Yorug'lik jo'natilganda mana bu antigen antitelalar bor-ku. Shu yerga nur keldi, nur qaytdi. Nur qaytdi. Nechta nur keldi, nechta nur qaytdi. Mana shu qaytayotgan nurni hisoblab turib, sizlarga miqdor konsentratsiya beradi. Mana shu joyida sizlarda farq qiladi IFA bilan EHLAni metodi. Ya'ni o'lchash metodi bilan farq qiladi. Spektrofotometrda qanaqa o'lchanyapti? Immunohemoliminitda qanaqa o'lchanyapti? Tushundinglarmi? Mana shu joyga tushundinglarmi? Ana shu joyda ko'pchilik adashadi. Mana shu joyni yaxshilab tushunib olsanglar, shunda hech qachon adashmaysizlar. O'zi aslida hamma narsasi, qolgan narsa prinsipi bir xil. Mana shu EHLAni, mana shu jarayonini eslab qolinglar. Yana bir marta aytaman. Mana shu jarayonni mana hammasini ruchnoy qilyapsizlar. Oxirgi mana shu jarayonni pol avtomat analizatorlar, deylik, o'sha Rayto bo'lishi mumkin, MM96 bo'lishi mumkin. Qaysi bo'lsa ham qilib beradi. O'lchab beradi. PCR usulida ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa deganim qanaqa? Полностью nuklein kislota ajratib olish, hop, ferment tayyorlash, hamma narsani bitta sxemaga solib o'zinglar qilasizlar. O'zinglar qilasizlar va oxirida, faqatgina oxirida amplifikatorga qo'yilib, DNKni ko'paytirib sikllar oralig'ida yoki bo'lmasa RNKdan DNK replikatsiya qilib turib miqdorini ko'rsatib beradi. IFA bilan PCR bir xil. Faqatgina yana bitta narsani sizlarga aytib ketishim kerak edi. Mana shu jarayonda boya sizlarga immunoglobulin M dedik, immunoglobulin G dedik, antigen antitelo kompleksi dedik-ku. Hozir anaqa ekran ko'rinib turibdi sizlarga. Ko'raman. Mana shu jarayonni yaxshilab eslab qolinglar. Nimaga? Mana shu jarayonda mana bu hosil bo'lganlar bor-ku, mana sizlarga mana anaqa bilan qizil bilan. Mana bu hosil bo'lgan antitelalar bor-ku. Mana shu antitelalarni, ya'ni MG antitelalarni bizda nima tekshiradi? IFA tekshiradi. IFA tekshiradi. Mana shu jarayonda kelgan organizmga tushgan, tashqi tomondan tushayotgan antigenlarni nima tekshiradi bizda? PCR tekshiradi. Tushundinglar? O'shaning uchun hech qachon adashib qolmanglar. Nimaga? Chunki hozirgi kunda mana shu narsalarni, oddiy elementarniy narsalarni bilmaganligini hisobiga, vrach laborantlarni bilmaganligi hisobiga vrach laborantlarni obro'si bir tomondan tushib ketyapti. Nimaga? Chunki oddiy antigen nima, oddiy antitela nima yoki shunaqa savollar bo'lib qoladi davolovchi vrachlar tomonidan. Nimaga mana IFA usulida yoki IHLA usulida topshirganda gepatit положительный chiqyapti, lekin senga kelib turib PCR topshirganimizda отрицательный chiqyapti. Demak, sen PCRda noto'g'ri qilibsan dedi. Akasiya sizlar o'sha paytda aytishinglar kerak. Antitela boshqa narsa, PCR boshqa narsa. PCRda nima tekshirilishi, mana bunaqa oz ko'rib turibsizlar. Bu umuman boshqa narsa. Sizlar mana bu M yoki G formani tekshirib turib PCR bilan solishtirishinglar kerak emas. Bu narsani o'zinglar bir-biridan farqini oldin tushunib olishinglar kerak. IFA oldin o'zi nima tekshiradi? Bu antigen antitela kompleksida PCR nima tekshiradi? Sizlar masalan deyishinglar mumkin, kelib turib, nimaga menda ekspress topshiruvdim yoki IHLAda antitela tekshirganimizda gepatit masalan B menda положительный chiqdi, lekin PCR topshirsam gepatit B'ni отрицательный beribsiz. Значит, siz noto'g'ri tekshirgansiz. Yo'q, o'sha vaqtda sizlar qo'rqmasdan ayta olishinglar kerak.
Данный momentda organizmda PCR usulida topshirilganda svejiy virusi o'zi yo'q organizmda. Faqatgina unga nisbatan chustunli antitelalar qolgan. Antitela qolsa ham u zararli emas. Organizmga qachonki mana bu antigen sifatida kirib kelgan virus, ya'ni svejiy virusi o'zi bo'lsa, bu organizm uchun juda zararli. Shu narsani sizlar tushuntirib bera olishinglar kerak. Antigen antitela kompleksini, IFAda nima tekshirilishini, PCRda nima farqi borligini bundan mana o'rtaga chizib qo'ydim. IFAni o'zini mohiyatini, qayerda nima ketishini tushunib oldinglarmi приблизительно? O'zi umuman olganda har doim immunoferment analizlarni birinchi bosqichi har doim mana bu razvedение bosqichi, ikkinchisi aynan o'zini tanlab olishi konjugat, uchinchisi tetrametil benzoat orqali ajratib olish. Endi u yog'i yana bir necha turlarga bo'linib ketishi nimalarda bo'linadi? Masalan, oddiy hali yuqorida sizlar bilan kaprologiyadan o'tganimizda kalprotektin analizini ko'rdik. Sizlarga kalprotektin misolida tushuntiradigan bo'lsam, mana bu birinchi bosqichini o'zini ikkiga bo'lgan. Ikkiga bo'lib olgan. Ya'ni bu o'z-o'zidan masalan biz hozir bitta bosqich, konjugat bilan ikkita bosqich, TM bilan uchta bosqich, stop solish bilan to'rtta bosqich qilgan bo'lsak, mana shu birinchi bosqichini o'zini ikkiga bo'lgan hisobga 5 ta bosqich bo'lib ketgan. Yoki bo'lmasa, ayrimlarda mana konjugatni o'zini ham ikkiga bo'lib olgan. O'shaning hisobiga 6 ta bosqich bo'lib ketgan. Shu narsasi bilan IFA bir-biridan farq qilmasa, men berayotgan instruksiyasi ichidagi mohiyati hammasi bir xil. Bir xil ichida qanaqa jarayon ketishi, uni o'lchash prinsiplari hammasi bir xil. Tushundinglarmi endi? IFAni hech kim hech qachon qo'rqmasligi kerak. Faqatgina yo'riqnomani bilib olsanglar, qaysi etapdan keyin qanaqa qilishni, chunki yo'riqnomaga katta e'tibor berish kerak. Agar mabodo bitta yoki ikkita joyda adashdinglar, hamma reaksiyamiz xato bo'ladi. Shuning uchun yo'riqnoma bilan ishlashni o'rganish kerak. IFAni asosiy prinsipi shu. Antigen antitela kompleksini tushunsanglar, IFA bilan EXLAni PCRdan farqini nimadaligini tushunib olsanglar, sizlar qo'yayotgan o'sha bajarayotgan ishlarda ichki jarayonda qanaqa nimalar ketayotgan mohiyatini bilsanglar bo'ldi. O'sha narsani anglab yetib olsanglar bo'ldi. U yog'i qiyin emas. Tushundinglar-a? Endi bugungi mavzuyimiz aynan o'sha IFA yoki EXLAni zamonaviy va klassik usullarda tekshirish. Xo'p, umuman olganda qaranglar. Masalan, shunaqa reagentlar bor. Adsorpsiya metodi bor, kalibratorni, ya'ni standartli metodlar bor. Adsorpsiya metodda qanaqa bo'ladi? U yerda optik plotnosti ko'rsatiladi, ya'ni optik zichligi aniqlanadi. Ular nimalar bo'lishi mumkin? Ular torch infeksiyalar bo'lishi mumkin. Ayrim gormonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ularni o'zi normasini chiqarib olishimiz uchun, normasini emas, miqdorini chiqarib olish uchun KPga o'tkazadi. Gepatitlar bo'lishi mumkin yoki boshqa virusning qanaqadir aniqlab, masalan, Epstein-Barrlar bo'lishi mumkin. Xullas, umuman olganda sizlarga yangi nabor keldi. Qanaqa nabor bo'lishidan qat'iy nazar yangi nabor keldi. Korobkani ochganinglarda standart bo'lishi kerak. Standart deganda o'zini standartlar bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nechta standart bo'lsa. Mana shu standartlar bo'ladigan bo'lsa, bu standartli metodda bo'ladi va har bitta standartda обязательный miqdori, kolичествоsi o'sha normadagi miqdori kirgizib chiqiladi va kirgizib chiqqandan keyin обязательный u kalibrovka qilinadi. Men sizlarga hozir dars tugagandan keyin aynan Mendeley MR96 ni flow avtomat analizatorini videolarini jo'nataman.
standartniy metodda qanaqa qilib kalibrovka qilish yoki ABSda qanaqa turib tekshirish. ABSda sizlar qanaqa bir kalibrovka qilmasdan ishlaymiz deydigan bo'lsanglar, ABSda faqatgina sizlarni ochsanglar korobkalarda kontrol положительный, kontrol отрицательный bo'ladi. Deylik, uzoqqa ketmaylik. Hozirgina o'tgan mavzuyimiz, ya'ni hozirgina o'tgan anaqamiz lyambalarni yoki gelmetlarni yoki askariylarni oldik. Korobkasini ochdik, ichida xo'p reagentlari hammasi bor. Plus K plus qizilda, K minus sariq yoki yashil rangda bo'ladi. Xuddi shu narsalarni qo'yiladi, absorpsiya metodida o'qitiladi va o'shanga qarab turib kolичествосini berib yuboramiz. Ya'ni agar положительный kontroller qo'yildi, nechidir miqdor chiqdi. Instruksiyaga qaraysizlar, yo'riqnomaga положительный kontrol necha oralig'ida chiqish kerak. Sizlarniki o'sha bilan bir xil yoki o'shanga o'zi plus minus 1 yoki plus minus nechidir deb yozib qo'yadi. O'sha oralig'ida chiqsa yoki kontrol отрицательныйlar necha chiqishini o'zi yo'riqnomada beriladi, necha chiqsa bo'ldi, reagentinglar yaxshi ishlayapti. Ya'ni analizator ham ishlayapti, reagent ham ishlayapti. Sirazi obrazец bilan, ya'ni shu bemorlik bilan ishlab ketaverasiz. Standartniy metodlari u sal qiyinroq. Nimaga? Chunki mana sizlar bitta ABSda obrazetsni o'zini qo'ydinglar va ikkita K plus K minus qo'ydinglar. Общий 3 ta obrazets qo'ygan bo'lsanglar, endi standartniy metodda nechta standart bo'lsa, deylik 8 ta standart bo'lsa, 8 ta standart o'zini kontroli bo'ladi. Bitta yoki ikkita kontrol plus obrazets. Va ularni qo'yilishi ham har xil bo'ladi. Mana shu yerda yozilgan mana подготовка reagentов. Reagentni подготовка qilish. Qanaqa nima qiladi mana полностью mana hop. Mana ko'ryapsizlar, obrazetslarni qanaqa turib razvedение qilish yozgan mana. 10 mikrolitr o'sha har bitta patsientkidan olinadi. 990 mikrolitr o'sha разбавительный anaqasi olinadi. Buferi olinadi. Ikkalasi aralashtiriladi va tayyor qilinadi. Ko'ryapsizlar, birinchi bosqichda nima qilinishi haqida o'zi yozilgan. Endi ikkinchi bosqichga o'tasizlar. Mana aytyapti. Nesta pipetga boyaga anaqadan biz bu yoqda hozir anaqa oldik-ku. Razvedение qilib suyultirib oldik-ku. O'sha suyultirib olganimizdan 100 ta olamiz, 100 ta olamiz va lumkaga solamiz. Lumkaga solamiz mana krishka yopiladi va 30 minut xona haroratida qoldiriladi. 30 minut xona haroratida qoldirilgandan keyin, bo'lgandan keyin uni mana 350 mikrolitr promenchli rastvor bilan yuviladi. Yaxshilab qoqib tashaladi va undan keyin mana ustiga 100 mikrolitr fermentli reagent imенно shu rubellani immunoglobulin G solinyapti. Ko'rdinglarmi mana? Hamma ko'rinyaptimi? Ha. Mana solinadi. Boyaga aytganimdek, aynan lyambalarniki solinadi deb aytdim-ku. Aynan mana rubellani immunoglobulin G solinyapti. U ham mana 30 minut xona haroratida turyapti. Undan keyin mana 350 mikrolitrdan 3 marta yuvilyapti va ustiga nima solinyapti mana? Solingandan keyin 100 mikrolitr substrat, ya'ni tetrametil benzal solinyapti. U ham inkubatsiya period комнатной temperatura в течение 15 minut. Mana 15 minut turyapti. 15 minutdan keyin buni to'kmaysizlar, mana yozmagan, ko'ryapsizlar mana. Yuvish, quvish hech narsa yozmagan. Sirazi ustiga 50 mikrolitr stop reagent solinadi. Undan keyin mana necha to'lqin uzunligida nima qilish kerak aniq qilingan. Sirazi ABSda o'qitasizlar. Ko'rdinglar buni? Xuddi boya sizlarga tushuntirganim bilan bir xil. Hozir shu joyini tushundinglarmi? Boya sizlarga birinchi yo'riqnomada tushuntirganim bilan bir xil. Endi sizlarga standartniyni ko'rsataman. Mana bu yerda insulinni oldik. Hammaga ko'rib turibdi, hali yaqinlashtirmadim. Insulinni oldik. O'tda mana ko'rgan bo'lsanglar, biz o'tda standarti bor ekan. Mana standart, nechta standartimiz bor? Bir
2, 3, 4, 5, 6 ta standart. A, B, C, D, E, F. O'zini mana yozib qo'yibdi. 0, 5, 25, 50, 100, 300. Xuddi shu tarzda analizatorlarga kirgizasizlar. Mana yonida yozib qo'yibdi, o'zinglar ko'rsanglar, sizlar kalibrovka qilganinglardan keyin standartda o'qitganinglarda sizlarda sifra chiqadi, ma'lum bir sifra. O'sha sifralar mana ko'ryapsizlar, 0, 5, 25, 50, 100, 300. Xuddi zinadan tepaga chiqayotgandek tartibda ketyapti. Sizlardan chiqayotgan, sizlar qo'yganinglarda, analiz o'sha kalibrovka qilganinglarda sizlarda ham xuddi shunaqa pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga bir xil zinadan tushganday holatda bo'lishi kerak. Agar mana deylik, sizlarda chiqdi, qaranglar, mana 0.10 chiqdi, 0.54 chiqdi, mana buninglar 0.33 chiqdi, buninglar 0.476 chiqdi. Nima bo'ldi? Mana bitta pog'ona chiqdi, bu ikkinchi pog'onaga chiqdi, bu 1,5 pog'onaga tushib qoldi. Nimaga? Bu 0.34 dedim. 54 dan kichkina. Bu 0.476. Bu o'zi nima bo'ladi? Kalibrovka sraz aytadi, "Voy, kalibrovkang yaxshi o'tmadi" deb. Nimaga? Chunki biz bilib turibmizki, bu o'sib borish tartibida yoki kamayib borish tartibida bo'lishi kerak. Sizlar endi ayrim reagentlarda mana shunaqa anaqasi standartlarda miqdori beriladi. Standart, mana bunaqa chiqadi, mana shu standartni miqdoriga qaragin degan, solishtirgin deb. Ayrimlarda bunaqa chiqmaydi, ya'ni berilmaydi mana bunaqa miqdori. Lekin o'shanda ham sizlar o'qitib olishinglar kerak. Nimaga? Sizlar bilishinglar kerak, mana birinchi standartinglar 0 mi, значит, mana bu yerga chiqayotgan son ham 0 ga yaqin chiqishi kerak. Deylik, masalan 0 da 0.100 necha yo 0.200 nechada chiqsa, значит, qayerdadir sizlar xato qilgansizlar. Yoki TMda ko'proq ushlab qo'ygansizlar, yoki stopda kechroq ushlagansizlar. O'shanisidan farqlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi buni qanaqa yo'lda qilamiz? Nima, qanaqa turib qo'yamiz deydigan bo'lsanglar, mana boshdan boshlaymiz. Boshdan boshlaymiz deganda, test protsess jarayoni qanaqa deyapti. Mana aytyapti, bunda qaranglar. 50 mikrolitrdan kalibrator, kontrol va sampledan 50 mikrolitrdan har bittasini sog'ib olamiz. Bu degani nima degani? Mana bu yerda sizlarda 1, 2, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta kalibrator, bitta, ikkita kontrol, 8 ta bo'ldi, bitta o'sha obrazetsimiz bemorniki. O'sha 9 ta lunka olinadi. Bir boshidan mana standartlar tartib bilan qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda solinadi. Masalan, birinchiga 0 dan, ikkinchiga mana S dan solib ketilmaydi. Shu tartib qanaqa bo'lsa, xuddi shu tartibda solinadi. Masalan, 1 ga A, 2 ga B, 3 ga C, 4 ga D, 5 ga E, 6 ga F, 7 ga kontrol 1, 8 ga kontrol 2 va 9 ga bemorga, ya'ni patientga. Xuddi shu tartibda mana 50 mikrolitrdan kalibrator, kontrol, sample solindi. Birinchi yo'limiz. Endi undan keyingi bosqichimiz nima deyapti? Mana ustiga 100 mikrolitrdan biza esinglarda bo'lsa, boya nima qiluvdik? Birinchi bosqichda suyultirib oldik. Ikkinchi bosqichda nima qildik? Ikkinchi bosqichda konyugat soldik. Endi bu yerda nima qilyapti? Qaranglar, mana srazi mana sivritka solindi yoki bemordagi bo'lsa o'sha sivritka anaqa bo'lsa nima, kalibratorlarni o'zi solindi. Ustiga mana ikkinchi bosqichda mana ko'ryapsizlarmi, srazi 100 mikrolitr enzim, ya'ni ferment solinyapti, konyugat solinyapti. 20-30 sekund saligina mana bunaqa chaqatib olamiz, aralashtirib olamiz va 120 minut, ya'ni 2 soat 60 xona haroratida 20-27 gradusda xona haroratida qoldiramiz. Olinadi. 350 mikrolitrdan wash buferdan 2-3 marta yuviladi. Yuvilgandan keyin srazi TMga solinadi. TMga solinib 15 minut anaqada xona haroratida qoldiriladi. 15 minutdan keyin srazi 50 mikrolitr sivritka anaqa stop reagent solinadi va analizator o'qitiladi. Analizatorimizda o'qitiladi. Ko'rdinglar, bu insulin misolida ko'rsatyapman. Bu standartniy metod. Standartniy metodda mana endi o'qitib yordinglar, chiqqan sifrani sizlar solishtirishingiz kerak. Mana yo'riqnoma tayyor.
0 necha chiqdi o'zinglarda, 5 da necha chiqdi, 25 da necha chiqdi, 50 da necha, har bittasini solishtirasan. Endi mana bu yerda yozib qo'yibdi. Kontrollar. Kontrollarimiz nima bo'lyapti? Kontrol отрицательныйimiz 0,65 dan 0,062 oralig'ida chiqishi kerak. Bularda necha chiqdi? 0,65. Xo'p, endi kontrol ikkisimizchi? Kontrol ikkimiz bizda masalan 1,581 dan 1,593 oralig'ida bo'ladi, 1,587 chiqadi. Ya'ni anaqaga oladigan bo'lsak, nima milligramma millilitrga oladigan bo'lsak, kontrol отрицательныйimiz 604 chiqyapti. Kontrol положительныйimiz 188 chiqyapti. Ko'rdinglar? Shu tartibda biz standartniyni ko'rib olamiz. Nima deydi? Qanaqa holatda reaksiyaga berilyapti va nimalarga e'tibor berishimiz kerakliklarini har bittasini ko'rib oldinglarmi? Asosan IFA yoki IXLA usulda qo'yilayotgan analizlarni qiyin joyi yo'q. Faqat sizlar prinsipini bilib olishingiz kerak. Bir, ikkinchisi yo'riqnomani o'rganishinglar kerak. Ikki. Mana hozir shunaqa katta yo'riqnomadan sizlarga sraziga qayerni kerak bo'lishini, ya'ni qayeri sizlarga kerak, qayeriga e'tibor qilish kerakliklarini ko'rdinglar. Ya'ni reaksiya jarayoni kerak sizlarga, bu bir. Ikkinchisi anaqa nima boyagi kalibratorlarni anaqasi miqdori. Uchinchisi uchet rezultat, ya'ni rezultatlarni ko'rish. Ya'ni qanaqa holatda berilyapti, ya'ni miqdorlari qanaqa, normalari qanaqa, har bittasi o'zi berilgan. Xuddi shunaqa tarzda sizlar yo'riqnoma bilan tanishib olishinglar kerak. Ya'ni yo'riqnomani bitta qaraganinglarda sraz bilishinglar kerak. Значит, mana bunaqa reaksiya ketar ekan, mana bunaqa bo'lar ekan, buncha turar ekan, bunchada solinar ekan. Qaranglar. Kontrolniy krivoy degan narsa bor. Ya'ni sizlar ABSda hozir menda boyagi yo'riqnomada ABS bunda yo'q edi. ABSda qanaqa bo'ladi? Masalan, deylik, sizlarni eng kichkina o'lchaydigan miqdoringlar 0,54 chiqdi, to'g'rimi? 0,54 da necha chiqishi kerak o'zi? Yo'riqnoma bo'yicha 5 chiqishi kerak. Endi bu yoq oddiy proporsiya, juda oson. Sizlarda o'qitganinglarda ABSda necha chiqyapti? 0,43. 0,43 ni sizlarga yulduzcha chiqarib qoladi. O'qiolmayman. Nimaga? Chunki uni minimal miqdori 0,54. Sizlarda 0,043 chiqyapti. Srazi sizlar hisoblashinglar kerak. 0,54 da 5, 0,043 da x. Srazi hisoblaysizlar, 0,043 ni 5 ga ko'paytirib 0,054 ga chiqarsanglar, значит, mana bu yerda 4'dir sifra chiqadi. Bu birinchisi. Yana bittasi bor bizlarda. Ikkinchisi qanaqa? Ikkinchisi bu mana 2,405 ga 300. Agar sizlarda mana bu miqdoringiz, masalan, deylik insulinimiz miqdori 300 dan yuqori, 350 yoki 360 yuqori, lekin bizga ko'rsatmaydi. Nimaga? Agar bu 300 dan yuqori bo'lsa, optik zichligimiz 2,4 dan oshib ketadi. 2,6, 2,7. Sizlarda nima bo'ladi? Masalan, chiqdi mana bu 2,520 chiqdi. Endi sizlar bilasizlar, eng yuqorimiz 2405. 2405 da 300 chiqdimi? 2000 masalan 520 da x necha chiqishi kerak? Значит, 300 nechidir? 310, 317 yoki 320. Xuddi shu tartibda hisoblab olasizlar. Kerak. Yana bitta narsa bor. Optiskiy plotность bor, KP bor. KPda ham ko'pincha nima bo'ladi? Sizlarni masalan ayrim reagentinglar bor, DRGN reagentlari. DRGN reagentlarida chiqqan rezultatimiz KPda beriladi. Bizda o'zi umuman berayotganimizda optiskiy plotностьda, ya'ni OPda chiqishi kerak. Unda nima qilamiz degan savol bor. Unda sizlar esingizdan chiqmasin. Har doim qo'yayotganinglarda kontrol pinus, kontrol отрицательный, kontrol положительный har doim qo'yishinglar kerak. KPda chiqqan miqdorni OPga o'tkazish uchun chiqqan miqdorni kontrol отрицательныйga bo'lsanglar, OPga o'tadi. Optiskiy plotностьga o'tadi. Agar KPni o'zida bersanglar, sizlar normativiylarni o'zini birligini KPga o'zgartirib qo'yasizlar, bo'ldi.
Faqat ko'pchilik tushunmaydi nimaga KP o'zi nima degani deb. O'shaning uchun optический plotностьga o'tkazib qo'ysak hamma tushunadi, OPga o'tsanglar. Endi har doim o'sha narsani esinglardan chiqarmanglar. Endi yana bitta narsa bor. Yana bitta narsa bor deganim qanaqa? Hamma yo'riqnomada ham mana shunaqa sizlarga hozir mana shu ko'rsatib turgan ekranda tayyor shablon bo'lmaydi. Tayyor bunaqa shablon bo'lmagandan keyin sizlar nima qilasizlar? Sizlar o'sha chiqqan deylik standart qo'ydinglar, standartni ham qo'ydinglar, o'qidi, chiqdi, kalibrovkadan o'tdi. Kalibrovkadan o'tgandan keyin обязательный bu kalibrovkani saqlab qo'ygin degan tugmani, ya'ni saqlash yoki o'sha saqlaning yoki save tugmasi bosiladi, saqlanadi. Bo'ldi. Ikkinchi martasida sizlar o'sha standartlaringlarni xuddi bemorni bergandek obrazec sifatida berib yuborasizlar. Berganinglarda o'zi chiqaradi. Ya'ni nulovka nechidir tepasida optический zichligi, pastida miqdor kolleksiyasi yoki bo'lmasa ikkinchi standartinglar masalan 5, tepada optический zichligi, pastda miqdor xuddi shu tartibda beraveradi. U narsani agar yo'riqnomalarda bo'lmasa, yo'riqnomani bir chetiga yozib qo'yishinglarni sizlarga maslahat berardim.